Ko'pchilik qizlarni bitta savol juda ham qiynaydi va qo'rqitadi. Bitta tug'gandan keyin ko'pchilikni qomati buzilib ketadi. Bu nima sababdan va buni bartaraf qilishning imkoni bormi? Juda ham qiziqarli savolni berdingiz. Hozirgi yosh kelinlarni qiynaydigan savol hisoblanadi. Biz reproduktologlarga ko'pchilik ayollar, yosh ayollar homiladorlikni keyinchalikka planlashtirsak bo'ladimi? Chunki homiladorlikdan keyin bizlar figuramiz buziladi deb aytishadi. Bu noto'g'ri hisoblanadi. Umuman olganda ayollarning figurasini buzilishining 3 ta sababi bor. Birinchi sababi bu gormonal perestroyka hisoblanadi. Ya'ni o'sha homiladorlik davridagi estrogen, progesteron gormon miqdori baland bo'ladi, tug'ruqdan keyin birdaniga tushib ketish natijasida miqdorini ayollarning organizmida suv yig'ilib qolishi mumkin va bu ham ularda semirish holatiga o'xshagan holatni ko'rsatib chiqarishi mumkin. Ikkinchi sababi ayollarda homiladorlik vaqtida qorin kattalashadida mushaklar kengayadi va mushaklar orasidagi kollagenlarning kengayish holati bo'ladi va tug'ruqdan keyin ushbu kollagenni orqaga qaytishi qiyinlashadi. Va nihoyat uchinchi sabab bu irsiyatga bog'liq bo'lgan ayolning organizmini har bir qismida yog'ning to'planib qolishi hisoblanadi. Bu odatda ularning nasliga bog'liq bo'ladi va bu juda ham kam miqdorda bo'ladi, ya'ni kam foizlarda bo'ladi.